Demak boshlaymiz. Eng katta umumiy bo'luvchi E kub, eng kichik umumiy karrali E kub. Doskaga 4 ta misol yozib qo'ydim. Misollar bilan tushuntiraman. Xo'p. Demak, birinchi E kubdan boshlaymiz. E kub 100 bilan 150. Oddiy qilib aytganda 100 ga ham, 150 ga ham bir vaqtning o'zida bo'linadigan eng katta sonni topishimiz kerak. Xo'sh, qanday topamiz desak, birinchi navbatda 100 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 100 ni nechiga bo'lamiz? 2 ga bo'ladigan bo'lsam 50 chiqadi. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 25. 5 ga bo'lamiz 5 chiqadi. 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam endi 150 ni bo'lamizmi? 150 ni nechiga bo'lamiz? 2 ga bo'ladigan bo'lsam 75. 3 ga bo'lamiz. 3 ga qarang, 75 chiqdi. 75 ana nechiga bo'linmaydi? 2 ga bo'linmaydi. Shuni ham nechiga bo'lishimiz kerak? 3 ga bo'lishimiz kerak. Demak 75 ni 3 ga bo'laman, 25 chiqadi. 25 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsa 5, 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam qanaqa ko'rinishini yozardik? Kanonik ko'rinishi. Qarang. 100 degani 100 barobar, demak 2 dan nechta bor? 2 dan 2 ta ko'paytiramiz, 5 dan nechta bor? 2 ta. 150 degani 2 dan nechta bor? 2 dan bitta ko'paytiramiz, 3 dan bitta ko'paytiramiz, 5 dan 2 ta. Yaxshilab e'tibor beringlar shu joyga. Asosiy joyga keldik. Men ishonaman, 100 ni tub ko'paytiruvchiga ajratib, kanonik ko'rinishini yozishni hamma biladi. 150 ni tub ko'paytiruvchiga ajratib, kanonik ko'rinishini yozishni hamma biladi. Asosiy joyga kelyapmiz. Yaxshi e'tibor bering. E kubini topishimiz uchun mana pastdan davom ettiraman. Ikkita sonni E kubini topishimiz uchun birinchi navbatda sonlarni tub ko'paytiruvchilarga ajratib olaman. Kanonik ko'rinishini yozaman va borlaridan eng kichkina darajasini olaman. Qarang. Borlaridan eng kichkina darajasi degani 2 ning kvadrati, 2 ning birinchisi bor. 2 ning birinchisi kichkinaroq darajami? Demak, o'shani olishimiz kerak. 2 ning birinchisi o'rta ko'paytirib qo'yamiz. Qarang, 3 ning birinchisi 150 ta bor, lekin 3 bormi 100 da? Olmaymiz. Borlaridan eng kichkinasi olaman. O'sha, borlaridan degan gap bor. 5 ning kvadrati, 5 ning kvadrati. 5 kvadrati. Bittasini olsam yetadi. Demak, 5 ning kvadrati barobar. 2 ning birinchisi 2, 5 ning kvadrati, demak 25. Ko'paytirsam necha chiqadi? Bu 50 nima degani desalaring, mana bu 50. 150 ga. Aha. Mana 50 nima desalaring, 100 ga ham, 150 ga ham bir vaqtning o'zida bo'linadigan sonlarning eng kattasi 50. Bundan kattasi yo'q. Kichkinaroq bo'lishi mumkin, masalan 10 bo'lishi mumkin. 10 100 ga ham bo'linadi, 150 ga ham bo'linadi. Lekin o'sha sonlarning eng kattasi nechi? 50. Undan kattasi yo'q. Tushundingmi? Demak, birinchi navbatda nima qilar ekanmiz? Sonlarni tub ko'paytiruvchiga ajratar ekanmiz. Kanonik ko'rinishni yozamiz va borlaridan Eng kichkinasi. Borlaridan eng kichigi. Eng kichigi degani eng kichik darajasini olamiz, to'g'rimi? Qisqaroq qilib yozib qo'yamiz. Keyingi misolga qaraylik. Demak, E kub 200 bilan necha turibdi? 360. Birinchi qiladigan ishimiz nima bo'lishi kerak? Tub ko'paytirish. To'g'ri. Demak, 200 ni tub ko'paytiruvchiga ajrataman. 200. Xo'sh, 2 ga bo'ladigan bo'lsa 100. 2 ga bo'ladigan bo'lsa 50. 2 ga bo'ladigan bo'lsa 25. 5 ga bo'lamiz 5 chiqadi. 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsa har doim sonlarni tub ko'paytiruvchiga ajratishda bir chiqqunicha bo'lamiz, shundaymi? Yaxshi, 360. 360 degani 2 ga bo'ladigan bo'lsa 180, 2 ga bo'ladigan bo'lsa 90, 2 ga bo'ladigan bo'lsa 45, 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'lamiz. 15 chiqadi, 15 ni 3 ga bo'lamiz 5, 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsa kanonik ko'rinishni yozamizmi? Kanonik ko'rinishi demak 200 degani 2 dan nechta bor? 2 ning 3-chisi ko'paytiramiz, 5 ning 5-chisi kvadrati. 360 degani 2 ning kubi. 360 degani demak 2 ning kubi. 2 ning kubi ko'paytiramiz 3 kvadrati. 3 ning kvadrati ko'paytiramiz 5 ning 5-chisi. Savol. Mana bu yerdan davom ettiraman, qarang. Mana bu yerdan davom ettiraman. Borlaridan eng kichkina darajasini olishimiz kerakmi? Qaraymiz, nazokat. 2 ning 3-chisi, 2 ning 3-chisi qaysini olishimiz? 2 ning 3-chisi bittasini olsam bo'ladi. 2 ning 3-chisi o'rta ko'paytiramiz. 3 ning 2-chisi bor, lekin bu yerda bor. Yo'q. Olishim kerakmi? Yo'q deganimiz. Faqat borlardan eng kichkina olishimiz kerak, to'g'rimi? Borlardan degan bunisida ham bo'lishi kerak, bunisida ham bo'lishi kerak. Tushundingmi?
3 olmaymiz. 5'ning kvadrati 5'ning birincisi. Birinchisidan 5'ning birincisi barobar. 2'ning kubi. 8. Ko'paytiramiz 5. 40. Demak, 200 ga ham 360 ga ham bir vaqtning o'zida bo'linadigan sonlarning eng kattasi nechaga teng bo'lgan ekan? 40 ga teng bo'lgan ekan. Mana bu javob necha chiqyapti? Bu joyda javob necha? Tushundingmi? Savollar bormi shu ikkita misolgacha? Yo'q. E kuk o'tyapmiz. E kuk o'tyapmiz. E kukda ham qoida bir xil. Bitta misolni ishlab ko'rsataman, keyin nima ekanligini tushuntiraman. Birinchi navbatda tub ko'paytiruvchiga ajrataman. 80 ni tub ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsam 2 ga bo'lamiz. 40 2 ga bo'ladigan bo'lsam 20, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 10, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 5, 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 1. 240 navbat keldi endi. 240 2 ga bo'ladigan bo'lsak 120, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 60, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 30, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 3 ga bo'ladigan bo'lsam 5, 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam kanonik ko'rinishni yozamizmi? Qaranglar, 80 degani yaxshi deb o'ylaymiz. 80 degani 2 dan nechta bor? 4-chi. 2 ning 4-chi o'rta ko'paytiruv 5 ning birinchisi. 240 degani 2 ning 4-chi. ha 2 ning 4-chisi ko'paytiramiz 3 ning birinchisi ko'paytiramiz 5 ning birinchisi. E kubda emas, E kubda borlaridan eng kattasi va yo'qlari ham olinadi. Tushundingmi? Mana bu E kubda faqat borlardan eng kichkina oldik-ku. E kubda umuman farqi yo'q. Mana E kubda ish sal kengroq demoqchiman. Tushundingmi? Istaganimni olishim mumkin. Borlardan eng katta darajasini olaman, qolgan hammasini olishim mumkin. Qarang, nima deganim? Yaxshi deb o'rganamiz. Mana bu yerdan davom etiraman. Qarang. 2 ning 4-chisi, 2 ning 4-chisi. Bittasi oson yetadimi? Demak, 2 ning 4-chisi o'rta ko'paytiruv. 3-chi. 3 ning birinchisi pastda bor, lekin tepada yo'q. Olamizmi? Olamiz. Chunki bu E kub emasda, bu nima? E kub. E kubda borlaridan eng kattasi va yo'qlarini ham olamiz. Tushundingmi? Demak, 2 ning 4-chisi 2 ning 4-chisi o'rta ko'paytiruv, 3 ning birinchisi o'rta ko'paytiruv. 5 ning birinchisi, 5 ning birinchisi. Bittasi oson yetadi. Demak, 5 ning birinchisi barobar 2 ning 4-chisi 16 ko'paytiramiz 3 ning birinchisi 3 ga teng, demak ko'paytiramiz 5. Barobar 16 kara 5 80 bo'ladi. 80 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam 240. Nimani topdik biz? Mana bu 240 degan nima degani desalar, qarang. Xo'p. Mana bu 80 ga ham 240 ga ham bo'linadigan sonlarning eng kichkinasi. Tushundingmi? 240 ni 80 ga bo'ladigan bo'lsam 3 chiqadi, 240 ni 240 ga bo'ladigan bo'lsa necha chiqadi? 1. 80 ga ham 240 ga ham bo'linadigan sonlarning eng kichigi nechaga degan bo'lgan ekan? 240. 100 ni ham, 150 ni ham bo'ladigan sonlarning eng kattasi nechaga teng? Endi qaranglar. Eng katta umumiy bo'luvchi. Bo'luvchi degani shu 100 bilan 150 ni nima qilishi kerak? Bo'lishi kerak, tushundingmi? Eng kichik umumiy karali degani esa shu ikkalasiga bo'linishi kerak. Bo'lish bilan bo'linishni farqini bilamiz, biz yaxshi. Tushundingmi? Mana bu 50, 100 ni ham, 150 ni ham bo'ladigan eng katta son 240, 80 ga ham, 240 ga ham bo'linadigan eng kichkina son. Tushundingmi? Mana shu E kukni yaxshi o'rganib olishimiz kerak. O'z ikkalasini ham yaxshi o'rganishimiz kerak. Mana E kuk ertaga kasrlarni boshlagan paytimizda umumiy mahraj berishda kerak bo'ladi. Tushundingmi? Keyingisiga qarang. Birinchi navbatda nima qilishimiz kerak ekan? Tub ko'paytiruvchiga aytamanmi? 360. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 180 bo'ladi. 2 ga bo'ladigan bo'lsam demak 90. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 45. 3 ga bo'ladigan bo'lsam 15. 3 ga bo'ladigan bo'lsam 5. 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 1. Keyingisi 720. 720 nechaga bo'ladi? 2. Xo'sh, 2 ga bo'ladigan bo'lsam demak 360 bo'ladi. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 180. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 90. 2 ga bo'lamiz 45, 45 ni 3 ga bo'lamiz. Demak 15 chiqadi. 15 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam 5, 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 1. Qanaqa ko'rinishni yozishimiz kerak edi? Kanonik ko'rinishni yozishimiz kerak. Demak 360 degani, 360 degani. 2 dan nechta bor? 2 dan 3 ta bor, ko'paytiramiz. 3 dan 2 ta bor, ko'paytiramiz. 5 dan nechta bor? Bitta. 720 degani-chi? 720 degani 2 dan 4 ta, 2 dan 4 ta ko'paytiramiz. 3 dan 2 ta ko'paytiramiz. 5 dan 1 ta. E kutda nima deydik yozamiz? Borlardan eng kattasi yo'qlarni olamiz. Savol.
Mana shu yerdan yozib ketaman. 2ning 3-chisi bor, 2ning 4-chisi bor. Qaysi bor? To'g'ri. 2ning 4-chisi o'rta ko'paytiruv, 3ning kvadrati, 3ning kvadrati. 3ning kvadrati o'rta ko'paytiruv, 5ning darajasi, 5ning darajasi. Bittasini olsam yetadi, to'g'rimi? 2ning 4-chisi 16 ga teng, 3ning kvadrati 9 ga teng, 5ning darajasi 5 ga teng. Barobar 1. Qarang, 16 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsam 80 bo'ladi. Ko'paytiramiz 9. Demak, javob nechaga teng bo'lgan ekan? 700 ga. Biz nimani topdik desalaring, qarang, yaxshilab e'tibor bering. 360 ga ham, 720 ga ham bir vaqtning o'zida bo'linadigan eng kichkina son. Tushundingmi? 360 ga ham, 720 ga ham bo'linadigan eng kichik umumiy karralik. Tushundingmi? Bu 720 ga. 360 ga ham, 720 ga ham bir vaqtning o'zida bo'linadigan eng kichkina son 720 ga teng. Tushundingmi? Ana endi ustoz, biz mana faqat shu usul bo'yicha ishlab ketaveramizmi? Sal uzunlik qilyapti, sal qiyinlik qilyapti bu usul desalaring. Ikkinchi usul ham bor. Buni ham ko'rsataman, qarang. Birinchi navbatda misol yozamiz. Ikkinchi usul. Mana shu birinchi misolni qaytadan yozaman. Birinchi e kub 100 bilan necha edi? 100 bilan 150. Yaxshi e'tibor beramiz. Ikkinchi usul. Nima qilamiz? Qarang. 100 ni 100 bilan 150 ga yozaman. 100 bilan 150 ga yozaman. To'g'ri chiziqcha chizamiz. Shu tub ko'paytiruvchiga ajratamiz-ku. To'g'ri chiziq chizaman. 100 ga ham, 150 ga ham bir vaqtning o'zida bo'linadigan tub sonlarni yozib chiqaman. Tub. Ikkalasi ham 2 ga bo'linadimi? 2 ga bo'ladigan bo'lsa, 100 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 50, 150 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 75. Shu ikkalasiga bo'linadigan bitta tub son aytinglar yana. Keyingisi sal kattaroq bo'lsa 2 dan. 2 ga bo'linmaydi. 50 deb 2 ga bo'linishi mumkin, lekin 75 2 ga bo'linadi. 5. Ha, to'g'ri, 5. 50 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 10, buni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 15. 10 bilan 15 yana 5 ga bo'ladimi? 10 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 2, bu 3. 2 bilan 3 ga bo'ladigan eng kichkina son necha bo'ladi shunda? 1. Mana bu chiziqni o'ng tarafdagi sonlarning ko'paytmasi e kub bo'ladi, tushundingmi? Nima bo'lar ekan? E kub. Ko'paytiramiz, qarang. Yaxshi e'tibor beramiz. Xo'p, demak 2 o'rta ko'paytiruv 5, ko'paytiramiz 5, ko'paytiramiz 1. 2 kere 5 10, 10 kere 5 50, 50 kere 1 baribir necha bo'ladi? 50. Bizda boya mana qoida bo'yicha, formula bo'yicha ishlaganimizdan necha chiqdi? 50 chiqqanda, bu joydan necha chiqyapti? Mana bu joydan necha chiqyapti? 50. Qaysi biri oson? Mana. Bunisi osonmi? Kimdir xohlasa bu usul bo'yicha ishlasin, kimdir xohlasa bu usul bo'yicha ishlasin. Tushundingmi? Yana bitta misol yozaman. Xuddi shu misolni ko'rsataman. Mana bunisi ikkinchisini yozamiz. Qarang, ikkinchisini yozadik, buni ham qaytib tushuntiraman. Xo'p, keling bitta tushuntirib bo'lmasa, birinchi navbatda 100 bilan 150 ga yoza olasiz. 100 bilan 150 ga yoza olamiz, shundaymi? To'g'ri chiziq chizamiz. Shu sonni qanday qilib tub ko'paytiruvchiga ajratyapmiz, to'g'rimi? Tub ko'paytiruvchiga ajratishni bilamizku, to'g'rimi? Ana endi bu joyda ikkalasiga ham bo'linadigan tub sonlarni yozaman. 100 bilan 150 ga bo'linadigan eng kichik tub son 2. 100 ni 2 ga bo'lib necha chiqdi? 50, 150 ni 2 ga bo'lib 75. Ana endi bu ikkalasiga bo'linadigan yana bitta tub son yozishim kerak-da. Shunaqami? Savol, hozir 2 tanlasa 2 50 ga bo'linadi, lekin 75 ga bo'linadimi 2? Yo'q. Ikkalasiga ham bo'linishi kerak-da. 3 tanlasa 75 3 ga bo'linadi, lekin 50 3 ga bo'linmaydi-da. Nechini tanladi shunda? 5. 50 ni 5 ga bo'lgan bo'lsam 10, 75 ni 5 ga bo'lgan bo'lsam 15. Ikkalasiga bo'linadigan son yana 5 bor. 10 ni 5 ga bo'lgan bo'lsam 2, 15 ni 5 ga bo'lgan bo'lsam 3. Ayni bu ikkalasiga bo'linadigan bitta son aytaylik, necha bo'ladi? 1. Boshqa son yo'q-da o'zi, to'g'rimi? Mana bu chiziqni o'ng tarafdagi sonlarning ko'paytmasi nima bo'ladi dedik? E kub. Ko'paytirib chiqsa necha chiqyapti? 50. Ikkinchi misolga qarang. E kub 200 bilan 360. Demak, 200 bilan 360. Qaraymiz. Yaxshi e'tibor beramiz. Hali yozmay turinglar, qaranglar. Nosga qarang. Birinchi navbatda 200 bilan nimani yozib olamiz dedik? 360 to'g'ri chiziq chizamiz dedik, shundaymi? Savol, nechaga bo'lamiz? 2 ga. 2 ga bo'ladigan bo'lsa necha chiqadi? 100 bu yerda 180. Yana 2 ga bo'lsam bo'ladimi? 50 bu yerda 90. Yana 2 ga bo'ladigan bo'lsam 25, bu yerda 45. Ana 3 ga bo'lamaydi, 5 ga bo'lamiz. 5 ga bo'ladigan bo'lsam 5 chiqadi bu yerda. Boshqa son bormi? Yo'q. Nechi? 1. Mana 1 ga bo'ldi.
Mana bu chiziqni o'ng tarafdagi sonlarning ko'paytmasi nima bo'ladi dedik? E kub bo'ladi dedik, tamam? Hammasini nima qilib chiqishim kerak? Ko'paytirib chiqishim kerak. Ko'paytiradigan bo'lsam qarang. Demak 2 o'rta ko'paytiruv 2 o'rta ko'paytiruv 2 ko'paytiramiz 5. 2 kere 2 4 8 8 kere 5 40. Bu joyda ham javobimiz 40 chiqqanmi? Mana o'sha. Tushunarlimi? Ikkita usul bor deyapman. Kimdir xohlasa mana bu usul bo'yicha ishlasin. Kimdir xohlasa bu usul bo'yicha ishlasin. Tushunarlimi? Savollar bormi? Ikkita ham bormi? Ha, ikkita ham bor. Faqatgina bitta nozik joyi bor. Qarang, aytib qo'yayish, shu narsani. Eshitamiz. Bittagina nozik joyi bor. Ertaga mana bu sonlar ikkita emas, 3 ta bo'lib qoladigan bo'lsa, bu usul ishlaydi. 200, 360 va 400 sonlarga e kub topib berdi degan bo'lsa, mana bu usulni ishlata olamiz. Tushundingmi? Faqatgina nechalik sonlar uchun usul ekan. Lekin mana bunisi universal, 3 talik son bo'ladimi, 4 ta bo'ladimi, 5 ta bo'ladimi ahamiyat. Har bir chiqadi. Qarang, mana bu misolni e kubni topamiz. Yaxshi e'tibor bering. 3-misol. E kub demak. E kub necha? 80 bilan 240. Mana. Bunda ham xuddi shunaqa qoida. Birinchi 80 bilan 240 deb yozaman, chiroyli qilib. 80 ni ham yozdim, 240 ni ham yozdim. To'g'ri chiziq chizdim. Yaxshi e'tibor beramiz, qarang. Nechiga bo'lamiz? Xuddi shu bo'yicha. 2 ga bo'lamiz. 40. To'g'ri. 2 ga bo'lgan bo'lsam 40. 2 ga bo'lgan bo'lsam 120. 2 ga bo'lgan bo'lsam 20. 60. To'g'ri, 60. 2 ga bo'lamiz. Demak, 10 bu joyda 30. Ya'ni 2 ga bo'lamiz. 5 bu joyda 15. 5 ga bo'lsa nima? Demak, bu joyda 1 chiqadi, bu joyda 3 chiqadi. Endi nechiga bo'lishimiz kerak? 1. Xo'p. Men hozir aytdim, mana bu chiziqni o'ng tarafdagi sonlarning ko'paytmasi nima bo'ladi dedik? E kub bo'ladi dedik. E kub bo'ladi. Bizga e kub kerakmi hozir? Yo'q, bizga e kub kerak. E kub topishimiz uchun nima qilamiz qarang. Xohlasam mana bu 3 ni 80 ga ko'paytiraman. Xohlasam 1 ni nechaga ko'paytirishimiz kerak ekan? Nimani topishimiz uchun? E kubni topishimiz uchun. Tushundingmi? Savol. 3 ni 80 ga ko'paytasan. 240. 1 ni 240 ko'paytasan? 240. Demak, mana bu 80 bilan 240 ga e kub nechaga teng bo'lgan ekan? 240 ga o'zgardi. Ma'nosi 80 ga ham 240 ga ham bo'linadigan sonlarning eng kichigi nechaga teng ekan? 240. Ikkinchi usul tushunarli bo'ldi. Bitta sonni yozib ham e kubni ham e kub topsam bo'ladi. Bu usulda shunisi yaxshi. Tushundingmi? Mana bu tomondagi sonlarni ko'paytiraman, e kub bo'ladi. Xohlasam 3 ni 80 ga, xohlasam 1 ni 240 ko'paytiraman. Yana nima chiqadi? E kub chiqadi. Mana bu usulni qarang. 4-misolga qaranglar, bitta ko'raylik. 4-si. Struktur berdik 360 bilan 720. Demak, e kub 360 bilan 720. Birinchi navbatda nima qilar ekanmiz? Ikkita sonni yoza olaman. Tub ko'paytirgacha. Demak, 360 ni yozdim, 720 ni yozdim. To'g'ri chiziq chizdim. 2 ga bo'lamizmi? Demak, bunisi 180 bo'ladi, bunisi 360. 2 ga bo'ladigan bo'lsa, bunisi 90, bunisi 180. 2 ga bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 45, bu yerda 90. Ana 2 ga bo'linmaydi, to'g'rimi? Necha bo'lamiz? 3 ga bo'lsa bo'ladimi? 3 ga bo'ladigan bo'lsa, bu joyda 15, bu joyda necha? 30. Yana 3 ga bo'ladigan bo'lsa, bu joyda 5, bu joyda 10, to'g'rimi? 15 ni 3 ga bo'ldim, 5 bo'ldi, 30 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsa 10 bo'ldi. To'g'rimi? 5 ga bo'lamiz? 5 ga. 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsa 1, 10 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsa 2. Ana necha bo'lishimiz kerak? Mana bu tomondagi sonlarning ko'paytmasi hammasini ko'paytirib chiqargan bo'lsam, bu joyda e kub bo'lishi kerak. Bizda e kub so'ramayapti hozir. Nimani so'rayapti? E kub so'rayapti. E kub topishimiz uchun xohlasam 2 ni 360 ga ko'paytiraman, xohlasam 1 ni 720. 2 ni 360 ga ko'paytiradigan bo'lsam 720, 1 ni 720 ga ko'paytirsam bari 720. Demak, 360 bilan 720 ga e kub nechaga teng bo'lgan ekan? 360 ga ham 720 ga ham bir vaqtning o'zida bo'linadigan sonlarning eng kichkinasi nechaga teng bo'lgan ekan? Undan kattaroqlari bor, lekin undan kichkinasi yo'q. Eng kichkinasi 720. Tushunarlimi? Savollar bormi? Yo'q, bitta qaytarib olamiz, qarang.
E kubni so'rasa, birinchi navbatda tub ko'paytiruvchiga ajratar ekanmi? Qanaqa ko'rinish yozamiz? Kanonik ko'rinish yozamiz. Va borlardan eng kichkina bo'lar ekan shunaqami? E kubni darajasi eng kichkinasi. Borlardan bo'lishi kerak. Yo'q bo'lsa olmaymiz bu narsani. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Tub ko'paytiruvchiga ajratdim. Tub ko'paytiruvchiga ajratdim. Kanonik ko'rinishni yozyapman va borlardan eng kichkina darajasini olyapman. Tushundingmi? Borlardan eng kichkinasi. E kubda qoida bir xil. Tub ko'paytiruvchiga ajratyapmiz. Kanonik ko'rinishni yozyapmiz va borlardan eng kattasi va yo'qlarni ham olamiz. Tushundingmi? Qarang, borlardan degani 2ning 4-chisi, 2ning 4-chisi. 2ning 4-chisini oldimmi? 3ning 1-chisi mana pastdagisida bor, 240 bor, lekin 80 da yo'q. 3ni ham olyapman, qaranglar. E kubda ish sal kengroqda. 5ning 1-chisi, 5ning 1-chisi, 5ning 1-chisini ham oldim. Ko'paytirsam 240. Bu yerda ham xuddi shunaqa tub ko'paytiruvchiga ajrataman. Tub ko'paytiruvchiga ajratamiz, kanonik ko'rinishni yozamiz. Borlardan eng kattasi va yo'qlarni olamiz. Ikkinchi usulni ko'rdik. Xuddi shu 4 ta misolni ikkinchi usul bo'yicha ko'rdik. Nima qilar ekanmiz? Ikkita sonni yoza olaman, to'g'ri chiziq chizamiz. Eng kichkina tub sonni bo'lishni boshlaymiz, tushundingmi? 1 chiqquncha. To'g'rimi? Mana bu chiziqni o'ng tarafdagi sonlarning ko'paytmasi nima bo'ladi dedik? E kub. Xohlasam mana 3 ni 100 ga ko'paytiraman, e kub topishim uchun. Xohlasam 2 ni nechaga ko'paytiraman? 150. Savol. 3 ni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsa 300, 2 ni 150 ko'paytiradigan bo'lsa 300. Ikkalasidan bir xil narsa. Xohlaganlaringni ko'paytiramiz. Demak, e kub topishim uchun mana bu chiziqda o'ng tarafdagi sonlarni ko'paytiraman. E kub topishim uchun xohlasam 3 ni 100 ga, xohlasam 2 ni 150. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana bu chiziqning o'ng tarafdagi sonlarning ko'paytmasi e kub bo'ladi. 9 ni 2 ga ko'paytiraman, 5 ni 360 ga ko'paytiraman, e kub chiqadi. Bu yerda yana xuddi shunaqa. Ikkita sonni yozib oldim. Tub ko'paytiruvchiga ajratdim. Eng kichik tub sonni bo'lishni boshladim. Necha chiqquncha? 1 chiqquncha. Mana bu chiziqning o'ng tarafdagi sonlarning ko'paytmasi e kub bo'ladi. Xohlasam 2 ni 360 ga, xohlasam 1 ni 700 ga ko'paytiraman. Nima chiqadi dedik biz? E kub chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Kim xohlasa birinchi usul bo'yicha, kimdir xohlasa ikkinchi usul bo'yicha. Ikkinchi usulning kamchiligini aytdik. Faqat necha xonali sonlar uchun? Faqat ikkita son uchun, 2 xonali emas. Faqat ikkita son uchun ishlaydi. 3 ta son, 4 ta son bo'ladigan bo'lsa, demak bunisi ishlaydi. Lekin mana bunisi universal. Istalgan 3 talik bo'ladimi, 4 talik bo'ladimi? Bunisi har doim to'g'ri chiqarib beradi. Tushundingmi? Savollar bormi shu yerga? Yo'q. Xo'p, demak, kitobimizdagi 31-misoldan boshlab 40-misolgacha hammasini e kubini toping deyapti. Hammasini yozib o'tirmadim. 39 bilan 40 ta yozdim. Qolganlari boyagi doskada ko'rdik, hammasi o'xshash bo'ladi. Keyingisi e kubda 41-misoldan boshlab 50-misolgacha e kubini toping deyapti. Bunda ham ikkita misol yozdim. Qolganlari boyagi doskadagi misollar bilan o'xshash. Birga-bir o'xshash. Xo'p, mana 4 ta misolda hozir birinchi usul bo'yicha ishlayveramiz, tushundingmi? Ikkinchi usul kimdir xohlasa ikkinchi usul bo'yicha ishlaydi. Mana bu universal, bu universal usul. 3 talik bo'ladimi, 4 talik bo'ladimi, hammasida to'liq ishlayveradi. Demak, birinchi misolga qarang. Xato chiqadi, oldin qo'yib ko'rganmiz, unda to'g'ri chiqadi. Xato chiqadi. Demak, birinchi navbatda qaranglar. Nima qilardik? Birinchi usul bo'yicha tub ko'paytiruvchiga ajratamiz, tushundingmi? 120 ni yozaman. Yaxshi aytib o'raman. Xo'sh, 120 ni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 2 ga bo'ladigan bo'lsa 60. 2 ga bo'ladigan bo'lsa 30. 2 ga bo'ladigan bo'lsa 15. 3 ga bo'lamiz 5 chiqadi, 5 ga bo'ladigan bo'lsa 1. Yaxshi. 96 ni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 3 ga bo'lamiz. 2 ga bo'ladimi? 48. 2 ga bo'ladigan bo'lsa 48. 48. 2 ga bo'ladigan bo'lsa 24. 2 ga bo'ladigan bo'lsa 12, 2 ga bo'lamiz 6, 2 ga bo'lamiz 3, 3 ga bo'ladigan bo'lsa 180 nima endi? 180 ni tub ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsam, xo'sh 2 ga bo'ldim 90, 2 ga bo'ldim 45, 3 ga bo'ldim 15, 15 dan 3 ga bo'ldim 5 chiqdi, 5 ga bo'ladigan bo'lsam 1. Ana endi qanaqa ko'rinishni yozamiz dedik? Mana ko'rinishni yozamiz. 120 degani 2 dan nechta bu? 2 dan 3 ta ko'paytiramiz, demak 3 dan bitta ko'paytiramiz, 5 dan bitta. Xo'p, 96 degani 2 dan nechta bor? 5 ta. 2 dan 5 ta ko'paytiramiz, 3 dan nechta? 2 dan 5 ta o'tib ketdimi? 32 ko'paytiramiz, 3 dan nechta?
bitta. 3'dan bitta. 2'ning 5-incisi 32, 32'ni 3'e ko'paytirib olsam 96 bo'ladi. To'g'ri. 180. 180. 2'ning nechinchisi? Ikkisi. 2'ning ikkinchisi ko'paytiramiz. 3'ning birincisi ko'paytiramiz. 5'ning Ikkisi 3'ning ikkinchisi. 3'ning ikkinchisi ko'paytiramiz. 5'ning birincisi. Savol. Kubda qanaqa darajalar olinadi? Borlardan eng Borlardan. kichigi. To'g'ri. Borlardan eng kichigi yo'qlarni olmaymiz shunaqami? 2ning Qarang. kvadrati. Mana bu yerda davom ettiraman. Barobar deyman, barobar. Savol. Yaxshidan aytib o'rgangan. 2'ning kubi, 2'ning 5-incisi 2'ning kvadrati. Kichkina olishimiz kerak. 2'ning kvadrati o'rta ko'paytirib, 3'ning birincisi, 3'ning birincisi, 3'ning ikkinchisi. 3'ning birincisi. 5'ning birincisi, 5'ning birincisi. Bu yerda yo'q. Olamizmi 5'ni? Yo'q. Yo'q. Chunki uchalasidan ham bo'lish kerak, ha? Boya ikkitalik misol ko'rdik. Ikkalasida ham bo'lish kerak dedik-ku, to'g'rimi? Ana endi 3 talik misol ko'ryapmiz, uchalasida ham bo'lish kerak. 12. Tushundingmi? 2'ning kvadrati. 4. 4 ko'paytiramiz 3, demak javob necha ekan? Umumiy misolimizning javobi necha? 12. 12. Nima degani bu desalaring, 120 ga 120 ni ham, 96 ni ham, 180 ni ham bir vaqtning o'zida bo'ladigan eng katta son necha ekan? 12. Undan kattasi yo'q, undan kichkinasi bo'lishi mumkin, lekin undan kattasi yo'q. Tushundingmi? Savollar bormi? Yo'q. Bunisiga qaraymiz. 40-misol. Birinchi navbatda har doim tub ko'paytiruvchiga ajratishimiz kerakmi? 36 ni yozaman. 36. To'g'ri chizasiz. 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lgan bo'lsam 18. 2 ga bo'lgan bo'lsam 9. 3 ga bo'lamiz 3 chiqadi. 3 ni 3 ga bo'lgan bo'lsam 1. Yaxshi. 180 navbati keldi. 2 ga bo'lamiz. 90. 2 ga bo'lgan bo'lsam 90. 2 ga bo'lgan bo'lsam 45. 3 ga bo'lgan bo'lsam 15. 3 ga bo'lamiz 5 chiqadi. 5 ni 5 ga bo'lgan bo'lsam 1. 276 mi endi? Xo'sh, 276. 276 nechiga bo'lamiz? 2 ga bo'lgan bo'lsam. 138 mi? 138 2 ga bo'lgan bo'lsam. Xo'sh, 13 ni ichida 6 ta bor. 69. 69 3 ga bo'ladimi? Bo'ladi 20. 3 chiqadi. 23 nechiga bo'lamiz? 23 ga. Chunki 23 qanaqa son bu? Top. Top emas, tub son, tub son. 420 navbat kelyapti. 420. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 100 210 210 2 ga bo'ladigan bo'lsam 105 105 105 2 ga bo'linadi, lekin 3 ga bo'linadi. Chunki raqamlar yig'indisi necha? 6. 6 3 ga bo'linadi. Demak 3 ga bo'ladigan bo'lsam 45 chiqadimi? 45 emas. 35 mi? 35 35 5 ga bo'ladigan bo'lsam 7 chiqadi. 7 ni 7 ga bo'ladigan bo'lsam hammasini kanonik ko'rinishni olishim kerakmi endi? Kanonik ko'rinishni o'zini qarang. 36 degani 2ning kvadrati. 36 degani demak 2ning kvadrati ko'paytiramiz 3ning kvadrati. 2ning kvadrati ko'paytiramiz 3ning kvadrati. 180 degani 2ning kvadrati. 2ning kvadrati ko'paytiramiz 3ning kvadrati ko'paytiramiz 5ning birincisi. 276 degani 2ning kvadrati. 2ning kvadrati ko'paytiramiz 3ning birincisi ko'paytiramiz 23ning birincisi. 420 degani 2ning kvadrati. demak 2ning kvadrati ko'paytiramiz 3ning birincisi ko'paytiramiz 5ning birincisi ko'paytiramiz 7ning birincisi. Kubda qanaqa darajalar olinadi? Borlardan eng kichigi. Mana bu yerdan davom etib turamiz hozircha. Javobni oxiriga yozamiz. Mana davom etamiz. Qarang. 2ning kvadrati, 2ning kvadrati, 2ning kvadrati, 2ning kvadrati. Bittasini olsak aytadimi? To'g'ri. O'zi 2ning kvadrati bilan 3 birinchisi olinadi. 2ning kvadrati, Birinchisi. 3ning kvadrati, 3ning kvadrati, 3ning birincisi, 3ning birincisi. Demak, 3ning birincisi o'rta ko'paytiruv. 5 bu yerda bor, bu yerda yo'q. To'g'rimi? O'zi qaranglar-da, mana shu yerda bitta o'ylayman-da. Mana bu yerda ikkitagina son bor-ku, to'g'rimi? Bitta o'ylab ko'radigan bo'lsa qaranglar. 2ning kvadratini olib bo'ldim. 3 dan qanaqadir son olib bo'ldim. Yana boshqacharoq son olmoqchi bo'lsam, bunda yo'q. Demak, son 2ning kvadrati. 4 ko'paytiramiz 3ning birincisi 3. Demak, javobimiz necha bo'lgan ekan? 12 ga teng bo'lgan. Nima degani bu desalaring, yana qaytaraman shu gapni. 36 ni ham, 36 ni ham, 180 ni ham, 276 ni ham, 420 ni ham bo'ladigan deyapman, bo'ladigan emas. Bo'ladigan eng katta son nima degan ekan? 12. Eng kichik emas, bekor qarang. Kub degani eng katta umumiy bo'luvchi. Tushundingmi? Savollar yo'qmi? Kub ketdik. Kub degani eng kichik umumiy karam. Qolib bir xil edi, qoida bir xil, faqat oxirida sal shart o'zgaradi. Birinchi tub ko'paytiruvchi ajratamiz. 25 ni nechiga bo'lamiz? 25 nechiga bo'lamiz? 5
Demek 5 ga bo'ladigan bo'lsam. Besh. Xo'sh, 5 chiqadi, 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 1 chiqadi. 40. Necha bo'lamiz? 2 ga bo'lamiz, 20 chiqadi. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 10. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 5, 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 1. Hop, 12. 2 ga bo'lamiz 6. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 6. xo'sh, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 6, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 3, 3 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam qanaqa ko'rinish yozamiz endi? Kanonik ko'rinish yozamiz. Demak, yaxshi aytib o'taylik. Kanonik ko'rinish 25 degani 2 dan nechta? 5 dan nechta bor? 5 dan 2 ta bor. 40 degani 2 dan nechta bor? 2 dan 3 ta ko'paytiramiz, 5 dan 1 ta. Xo'sh, 12 degani 2 dan 2 ta bor, ko'paytiramiz 3 dan 1 ta. Misol hozircha mana pastdan davom etib turamiz, qarang. Mana bu yerdan davom etib turamiz. Misolda savol. Ko'kda qanaqa darajada olinishi kerak? Borlardan eng kattasi. 2 ning 3-chisi 2 ning kvadrat qaysi olamiz? 2 ning 3-chisi o'rta ko'paytirib. 5 ning kvadrati 5 ning birinchisi. Demak 5 ning kvadratini olamiz, ko'paytirib 3 ning birinchisi. 3 ning birinchisi hisoblaymiz. 2 ning kubi 8, 5 ning kvadrati 25, ko'paytiramiz 3. 8 kare 25 200 bo'ladi. Ko'paytiramiz 3, demak javob necha bo'lgan? 600. 25 ga ham, 40 ga ham, 12 ga ham bir vaqtning o'zida bo'ladigan demayapman endi. Bo'linadigan eng kichkina son nechi? 600. Undan kichkinasi yo'q, tushundingmi? Eng kichkinasi yo'q. Demak, umumiy javobimiz 600 degan son. Bunisiga qaraymiz. 50-misol. IBC kitobida 50-misolga kelayapmiz. Qarang. O'xshashlarni tashlab ketdim. O'xshashlari ko'rilgan bunday son. Birinchi navbatda tub ko'paytiruvchiga ketamizmi? 100 nechiga bo'laman? 2 ga 50 chiqadi. 2 ga bo'ladigan bo'lsa 25. 5 ga bo'lamiz. 5 chiqadi. 5 5 ga bo'ladigan bo'lsa 120. 120. Nechiga bo'lamiz? 2 2 ga bo'lamiz. 60 chiqadi. 2 ga bo'ladigan bo'lsa 30. 2 ga bo'lamiz 15. 3 ga bo'lamiz 5. 5 5 ga bo'ladigan bo'lsa 250. 250. Xo'sh. 2 ga bo'ladigan bo'lsa 125 bo'ladi. 125 2 ga ham bo'linmaydi, 3 ga ham bo'linmaydi. Nechiga bo'lamiz? 5 ga bo'lamiz. 5 ga bo'ladigan bo'lsam 25 chiqadi, 25 yana 5 ga bo'laman. 5 chiqadi, 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 1. Qanaqa ko'rinishni yozamiz endi? Qanaqa ko'rinish? 100 degani 2 dan nechta bor? 2 dan 2 ta ko'paytiramiz, 5 dan ham 2 ta bor. 120 degani xo'sh, 2 dan 3 ta ko'paytiramiz, 3 dan 1 ta ko'paytiramiz, 5 dan 1 ta. Demak 250 degani xo'sh, 2 dan 1 ta ko'paytiramiz, 5 dan nechta bor? 3 ta. Mana pastdan davom etib turaman. Barobar deymiz. Savol. 2 ning kvadrati 2 ning 3-chisi 2 ning birinchisi qaysi bor? 2 ning 3-chisi. To'g'ri. 2 ning 3-chisi o'rta ko'paytiruv. 5 ning kvadrati 5 ning birinchisi. 5 ni kubi ham bor ekan pastda. 5 ning kubini olamiz. O'rta ko'paytiruv. 3 ning birinchisini olishimiz kerakmi? Olishimiz kerak. Barobar 2 ning kubi. Ko'paytiramiz 5 ning kubi. 125 ko'paytiramiz 3. Barobar 125 8 ga ko'paytiradigan bo'lsam 1000 chiqadi. 1000 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam, demak javob nechi? 3000 degan javob chiqadi. Qaytaraman. 100 ga ham, 120 ga ham, 250 ga ham bo'linadigan eng kichkina son 3000. Bir vaqtning o'zida bo'ladigan sonlarning eng kichigi 3000. Undan kichkinasi yo'q, tushundingmi? Undan kattasi bo'lishi mumkin 6000, 4500. Lekin eng kichkinasi necha bo'lyapti? 3000. Tushundingmi? Savollar bormi? Yo'q. Xo'p, demak keyingi misolga e'tibor beramiz. Ikkita misol o'zimizdan yozdik. 3 ta misol, sal kattaroq sonlar, lekin chiroyli sonlar. Ertaga masalan 275, 280, 395 degan sonlar keladigan bo'lsa ham, shu qoida bo'yicha ketaveramiz, tushundingmi? Qoida bir xil qoida o'zgarmaydi. Birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Tub ko'paytiruvchiga ajratishimiz kerak. Demak, 600 ni nechiga bo'lamiz? 2. 600 ni 2 ga bo'lamiz. Xo'sh, 600 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsa 300, 300 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 150, 150 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 75, 75 ni 3 ga bo'laman 25 chiqadi, 25 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 5, 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 1. Xo'p, ana endi 800 nima? 800 nechiga bo'lamiz? 2 ga. Xo'sh, 2 ga bo'ladigan bo'lsa nechi chiqadi? 400 chiqadi. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 200, 2 ga bo'ladigan bo'lsam
Xo'sh, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 100 chiqadi. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 50. Xo'sh, 2 ga bo'ladigan bo'lsa 25. 25 ni 5 ga bo'lamiz. 5 chiqadi. 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 1. 1000 degani, 1000 degani. Xo'sh, nechaga bo'lamiz? 2 ga bo'ladigan bo'lsam 500. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 250. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 125. 125 ni 5 ga bo'lamiz. 25 chiqadi. 25 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 5. 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 1. Qanaqa ko'rinishni yozadiganmi? Tamomiy ko'rinishni yozamiz. Mana bu yozadigan bo'lsam qarang. 600 degani 2 dan nechta bor? Demak 2 dan 3 ta, 2 dan 3 ta. Ko'paytiramiz 3 dan bitta. Ko'paytiramiz 5 dan nechta bor? 2 ta. 800 deganichi? 800 degani 2 dan 5 ta ko'paytiramiz 5 dan nechta? 5 dan 2 ta. 1000 degani xo'sh 2 dan nechta bor bu yerda? Demak 2 dan 3 ta ko'paytiramiz 5 dan 3 ta. Savol. Kubda qanaqa darajalar olinishi kerak? Borlardan eng kichkinasi, yo'qlariga aralashgan uchun, tamom? Yo'qlarni olamiz. Mana bu yerdan davom ettiraman. Barobar deymiz. Barobar deymiz. Savol. 2 ning 3-chisi, 2 ning 5-chisi, 2 ning 3-chisi. Qaysini olamiz? 2 ning 3-chisi. Kichkinasi olamiz to'g'rimi? Kub. 3 ning birinchisi bor, lekin bu yerda 3 bormi? 5 ning kvadrati, 5 ning kvadrati, 5 ning kubi. 5 ning kvadrati olamiz, shundaymi? 5 ning kvadrati barobar deyman. Barobar. 2 ning 3-chisi 8 ga teng. 5 ning kvadrati 25 ga teng. Ko'paytirsam necha chiqadi? Demak, kubimiz nechaga teng bo'lgan ekan? 200 ga teng bo'lgan ekan. Nima degani bu desalar, yana bir qaytaraman. 600 ni ham, 800 ni ham, 1000 ni ham bir vaqtning o'zida bo'ladigan eng katta son nechaga teng bo'lgan ekan? 200. Bundan kattasi yo'q. Bundan kichkinasi bo'lishi. Kub qaraymiz. 160, 300, 400. Yana xuddi shu gapni tub ko'paytiruvchi ajratamizmi mana shu navbatda? Ajratadigan bo'lsam qaraymiz. 160. Nechaga bo'lamiz? 2 ga 80 chiqadi. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 40. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 20. 2 ga bo'lamiz 10, 2 ga bo'lamiz 5 chiqadi. 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 1. 300 deb yozamizmi endi? Xo'sh, 300. 2 ga bo'ladigan bo'lsa 150, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 75, 3 ga bo'ladigan bo'lsam 25, 5 ga bo'ladigan bo'lsam 5, 5 ga bo'ladigan bo'lsam 1. 400 degani, 400 degani. Xo'sh, 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 200, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 100, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 50, 2 ga bo'ladigan bo'lsam demak 25, 25 ni 5 ga bo'lamiz 5 chiqadi, 5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 1. Tamomiy ko'rinishga olamiz endi. 160 degani 160 degani 2 dan nechta bor? 2 dan 5 ta ko'paytiramiz 5 dan bitta. 300 degani demak 2 dan 2 ta bor ko'paytiramiz 3 dan bitta bor ko'paytiramiz 5 dan 2 ta bor. 400 degani esa 400 degani demak 2 dan 4 ta ko'paytiramiz 5 dan nechta? 2 ta. Savol. Kubda qanaqa darajalar olinishi kerak? Eng katta. Borlardan eng kattasi va yo'qlarni ham olamiz, xo'p? Borlardan degani 2 ning 5-chisi, 2 ning kvadrati, 2 ning 4-chisi. Qaysini olamiz? To'g'ri, 2 ning 5-chisi o'rta ko'paytirildi. 5 ning birinchisi 5 ning kvadrati, 5 ning kvadrati. Qaysini olamiz? 5 ning kvadrati o'rta ko'paytiruv. 3 ning birinchisi yerda bor, qolganlarda yo'q. Olamizmi? Olamiz, chunki kubda olinishi kerak. 3 ning birinchisi. 2 ning 5-chisi. 2 ning 5-chisi 32 ga teng. Ko'paytiramiz 5 ning kvadrati 25 ga teng. Ko'paytiramiz 3 ning birinchisi demak 3 ga teng. 25 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam 32 ko'paytiramiz. 25 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam 75. 75 ni 32 ga ko'paytiramiz. Ustun shaklda ko'paytiramiz. 75 demak 32, 2 kere 5 0. Xo'p, 14, 15, xo'p, 15 birda 22. 0, 0, 4, 2. Demak javob nechaga teng bo'lgan ekan? 2400 degan javobga teng bo'lgan ekan. Qaraymiz. Bu nima degani desalaring? Xo'sh, demak javobimiz 2400 ga teng bo'ldi. 160 ga ham, 300 ga ham, 400 ga ham bo'ladigan demak, mana farqini bilib olinglar. Kubda bo'ladigan bo'lishi kerak, kubda bo'linadigan. 160 ga ham, 300 ga ham, 400 ga ham bo'linadigan sonlarning eng kichigi nechaga teng bo'lgan ekan? 2400. Undan kichkinasi yo'q, lekin undan kattasi bor. Kubda bo'ladigan bo'lishi kerak. Kubdachi bo'linadigan. Tushundingmi? Savollar bormi?